Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun ikkinchi darsimizda ko'rsatish olmoshlari va biror kishining qayerlik ekanini aytishni o'rganamiz. Choyingizni yoki qahvangizni olib keling. Ichayotganingizda qisqagina dars qilib olamiz. Unday bo'lsa biz boshladik. Do'stlar, turk tilida ko'rsatish olmoshlari ishorat zamirlari deb aytiladi. Siz bularni o'rganayotganda qiynalmasdan o'rganasiz, chunki deyarli bir xil. Bu, şu, o, bu, şu, u, burada, şurada ve orada. Bu yerde, şu yerde ve bu yerde degani. Mana bu yerda ikkita so'z bor. Bularni o'zbekchasini yozaman. Bu ne? Bu nima? Nima? Bu şeftali, bu shaftoli. Şeftali nerede? Qayerda? Qayerda do'stlar? Şeftali burada. Do'stlar, bu olmoshni yaqin masofada, qo'lingizdagi yoki sizga juda yaqin turadigan narsalar uchun ishlatasiz. Şeftali burada deb bu yerda degan ma'noda. Şu ne? Şu çanta. Çanta, sumka. Çanta nerede? Çanta şurada. Misol, o'ylayingiz, siz xonada o'tirasiz. Ko'z oldida bo'lgan narsalar uchun sal biroz uzoqda bo'lsa, shu deb aytasiz. Qo'lingiz bilan ko'rsatib, shu yerda deb, shurda deb. Mana bu yerda kichkina bir mushukcha. O ne? O kedi. Kedi nerede? Kedi orada. Do'stlar, o'ylab ko'ring, siz derazadan tashqariga qarayapsiz. Yo'ldan o'tayotgan bitta mushukcha ko'rdingiz. O kedi deb aytasiz. Chunki sizga ancha uzoqda. Siz o'ylaylik 5-qavatda turasiz. U ancha pastda bo'ladi. Shuning uchun o almashni istifoda etish kerak bo'ladi. Do'stlar, ism bilan ot bilan inson orasidagi farq bu o'zbekchada ham shunaqa. Odamlar uchun bu nima deb aytmaysiz. U faqat ismlar, otlar uchun ishlatishadi. İnsanlar uchun, odamlar uchun bu kim? Shu kim yoki o kim? Kimni ishlatamiz? O'zbekcha bilan bir xil. Bu kim? Bu bebek. Chaqaloq. Shu kim? Ko'rdingiz? Tabib. Shu doktor. O kim? U kim? U shoför. Shoför haydovchi. Mana do'stlar, davom etamiz. Endi joylar uchun qanday olmoshlarni ishlatishni o'rganamiz. Burası neresi? Bu yer qayer? Yozaman. Bu yer qayer? Burası market. Burası market. Market dükkan. Şurası neresi? Şurası okul. Okul mektep. Orası neresi? Ancha uzoqda. Orası park. Park bolalarning o'yin o'ynayotgan joylari. Mana bir nechta misollar bor. Birga ko'rib chiqamiz. Bu ne? Javobimiz bu ayakkabı. Oyoq kiyimligi, ayakkabı. Shu ne? Nima edi? Stakan, bardak. Shu bardak. O ne? O arı. O arı. Bu kim? Odamlar uchun kim? Ko'rdingiz, ustoz. Ustozga turk tilida öğretmen deb aytamiz. Öğretmen. Shu kim? Ko'rdingiz, usta. Shu usta yoki tamirci. Tamirci. O kim? İsmi Ahmet. O Ahmet. Mana
Burası neresi joylar için? Burası neresi? Bu yer qayer? Doğrular var. Burası eczane. Eczane. Dorixona. Eczane. Şurası neresi? Şu yer qayer? Bu yer bozor. Şurası pazar. Mana. Orası neresi? Gördünüz, nonlar pişirilyapti. Orası fırın. Do'stlar, bu yerda bir nechta kelime bor, so'z bor. Birga yodlab olaylik, o'rganaylik. Biz salomlashishda merhaba deb aytamiz ko'pincha, lekin salom va assalomu alaykum deb deymiz. Merhaba, merhaba. Memnun oldum. Memnun oldum. Xursand bo'ldim degani. Kimdir bilan tanishayotganda xursand bo'ldim, memnun oldum deb aytamiz. Sizni tanishtirayım. Sizni tanishtirib qo'yay degan ma'noda. Ben de memnun oldum. Ben de memnun oldum. Bu yerda da hamni bildiradi. O'zbekchadagi ham. Men ham xursand bo'ldim degan ma'noga keladi do'stlar. İyi günler, xayrli kun, iyi, yaxshi, xayrli ma'nolarda ishlatishadi bizda. Görüşmek üzere, ko'rishguncha. Ko'rishguncha degan. Nasılsınız? Mana bu yerda qiziqarli bir narsa aytmoqchiman. O'zbekchani o'rganayotganda menga juda ham g'alati keladigan bir narsa, sizlar ota-onaga ham siz deb gaplashasizlar, sizlab gapirasizlar. Do'stlar, lekin bu bizning madaniyatimizda unchalik ko'p emas. Bizga biroz sovuq eshitiladi to'g'risi. Chunki biz odatda sizni tanimagan yoki bizdan yoshi katta, yaqin bo'lmagan odamlarga, yana maktabda ustozlarimiz uchun ishlatamiz. Onamiz, dadamizchi, ular bizning eng yaqin insonlarimiz bo'lgani uchun ularga sen deb murojaat qilamiz. Lekin bu sanlash hurmatsizlik deb tushunilmaydi bizda. Shunaqa. İyiyim degani yaxshiman. Yaxshiman, iyiyim. Ben de iyiyim. Nimaydi deydi? Hemni bildiradi. Men ham yaxshiman. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Rahmat degani do'stlar, rahmat. Tanıştığımıza memnun oldum. Memnun oldum nimaydi? Xursand bo'ldim. Tanıştığımıza ise tanishganimga. Tanishganimga xursand bo'ldim. Endi do'stlar, darsimizning ikinci qismiga o'tdik. Bu yerda qayerdan ekanligimizni aytishni o'rganamiz yoki birovda kishining qayerdan ekanligini qanday aytib beramiz, shuni ko'ramiz. Mana savolimiz, nerelisiniz? Qayerliksiz degan. Bu yerda misollar bor, birga o'qib chiqaylik. Ular qayerdan ekan? Bu Tülay. Tülay öğrenci. Tülay o'quvchi deydi. O Türkiyeli. U Türkiyelik. Bu yerda Arnold. Bu Arnold. Arnold bahçıvan. O Gürcistanlı. Gürcistanlı. Gruziyelik. Mana bu Leyla Hanım. Leyla Hanım memur. Leyla Hanım ofiste ishlayotgan bir memur ekan. O Lübnanlı. U Livanlik. Mana bu Olga. Olga öğrenci. O Rusyalı. Rusyalik. Bu Can. Can şoför, haydovchi. O Kanadalı. U Kanadalik deydi. Bu Maksut. Maksut öğretmen, ustoz. O İranlı, Eronlik deydi do'stlar. Mana bu yerda millatlar, millatimiz qay millatdan ekanligimizni aytishni o'rganamiz. Ülke, devletimiz, milliyet, milletimiz, dil ise tilimiz do'stlar. Türkiye, Türk ve Türkçe. İngiltere, milleti İngiliz, dili İngilizce, Angliya, İngilizce. Ürdün, do'stlar, milleti Arap, ularning tili nima? Albatta bilasiz, Arabcha.
Rusiya do'stlar. Uning millati nima bo'ladi? Rus bo'ladi. Tili esa ruscha bo'ladi. Mana Gürciston, Gürcü, millati Gürcü, dili esa Gürcüce bo'ladi do'stlar, Gürcüce. Japoniya do'stlar, Japoniya. Japon uning millati bo'ladi, Japoncha esa uning tili bo'ladi. Bulgariston bor bu yerda do'stlar, Bulgariston millati nima bo'ladi? Bulgar bo'ladi. Tili esa Bulgarca bo'ladi do'stlar. Italiya davlat, Italyan uning millati, tili esa italyancha bo'ladi do'stlar. Mana bu yerda ikkita misolimiz qolibdi. Bularning ikkitasini sizlarga vazifa izohlarda qoldirib yozing, men o'qiyman. O'ziz yozing bularni. Endi diqqatingizni qarating do'stlar. L, li, lu va lu qo'shimchalarini ko'rasiz. Bu qo'shimchalari otlarga qo'shilib, o'sha narsaga tegishli bo'lish, egilik qilish, o'sha hududdan bo'lish yoki o'sha xususiyatga ega bo'lish ma'nolarida ishlatamiz. Bu odatda otlardan ot yasovchi qo'shimcha vazifasini bajaradi. Yana qayerdan ekanligimizni aytish uchun ham mamlakat yoki shahar nomlariga aynan shu qo'shimchalarni qo'shamiz. Buni ham qalin va ingichka unlilarga e'tibor bergan holda qilamiz. Agar birinchi darsni ko'rgan bo'lsangizlar, men u yerda alifbodan 8 ta unli tovushni 2 ga bo'lgandim, 2 ga ajratgandim. Qalin unlilardan a, ö, o, u, ingichkadan e, i, ö va u harflari bo'ladi do'stlar. Buni qanaqa qilamiz? So'zning oxiriga qarab, oxirgi unli harfiga qarab, unga mos qo'shimchani qo'shamiz. Menimcha buning eng go'zal tomoni shuki do'stlar, turk tili ovoz uyg'unligiga, ya'ni ses uyumuna ega bo'lgan tillardan bittasi. Hatto mening ham tanishgan chet ellik do'stlarim shunaqa aytadi, negadir bilmaymiz, qulog'imizga xuddi qofiyali she'rdek eshitiladi deyshadi. Buning sababi biz qalin va ingichka unlilarni ajratib, yana ularga mos keladigan qo'shimchalarni qo'shishimizdir. Shuning uchun qiyindek ko'rinishi mumkin, lekin qiynalmanglar. Eng sodda holini men anglataman, sizga aytaman. Mana qarang, misol bergan bu yerda. Misr deydi do'stlar. Qarang, Misr oxirgi unliga qaraylik. I harfi bo'lgan. I uchun nimani ishlatish kerak? I harfi bu yerda L deydi do'stlar. Unda Misrli deb yozgan. Norwich oxirgi unli tovushi e bo'lgan. E uchun biz lini ishlatamiz. Norvechli. Yana Chin oxirgi i bo'lganligi uchun yana biz Chinli deymiz. Belarus u bor do'stlar, oxir unli tovushi u. U bo'lsa biz luni ishlatamiz. Belarusli. Ekvador o da yana biz luni ishlatib Ekvadorlu deymiz do'stlar. Mana bu yerda yana misollar bor. Amire Ürdün, Mehdi Tunus, Metin Türkiye, Akane Japoniya ve Hans Almanya deydi. Mana bu yerda savollar bor, birga qilaylik. Mehdi nereli? Mehdi qayerlik? Tunus bo'lsa do'stlar. Qaraylik. Nima degandik? Oxirgi unli tovushga qaraymiz. U bo'lgan bo'lsa biz nimani ishlatardik? Lu. Ya'ni Mehdi Tunuslu do'stlar. Yana Amire nereli? Amire qayerlik do'stlar? Ürdün. Mana oxirgi unli tovushi u bor do'stlar, u. U bo'lsa ö ve ü tavuşlarida lü'ni qo'shamiz. Demek Amire Ürdünlü. Ürdünlü do'stlar. Akane nereli? Akane Japonya edi do'stlar. Japonya. Japonya. Mana oxir unli tovushi a bo'lganligi uchun biz nima deyishimiz kerak? Nima edi? Mana qaraylik. A, L qo'shimchasini qo'shib
Japoniyali deymiz do'stlar. Do'stlar, bu yerda Hans qolibdi. Hans nerali? Hans qayerlik? Almaniya ekan. Buni o'zingizlar yozinglar. Izohlarda yozib qoldiring, men tekshirib ko'raman. Ikkinchi darsimizning ham oxiriga keldik do'stlar. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Agar xatolarim bo'lsa, uzr so'rayman. Yana tushunmagan yoki qiynalgan biror narsa bo'lsa, mendan so'rashdan tortinmanglar. Kanalga obuna bo'ling va meni Instagramda ham xuddi shu nom bilan turk tili haqida deb qidirib topishingiz mumkin. Barchangizga yaxshi kunlar tilayman. O'zingizga ehtiyot qiling.